Assalomu alaykum, hurmatli brifing ishtirokchilari, jurnalistlar, axborot xizmati vakillari. Mikrokreditbank ATB tomonidan viloyatimizda oilaviy tadbirkorlik dasturi doirasida amalga oshirilgan ishlar va navbatdagi rejalar haqida qisqacha to'xtalmoqchiman. Ma'lumki, bugungi kunda mamlakatimizda aholi turmush darajasini oshirish va kambag'allikni qisqartirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bu borada Prezidentimizning bir qator farmon va qarorlari qabul qilinib, har bir oilada tadbirkorlik muhiti yaratilib kelinmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 20 dekabrdagi oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish va aholining daromad manbaini kengaytirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror qabul qilinib, hududlarga biriktirilgan hokim yordamchilarining ijobiy xulosalari asosida o'z tadbirkorliklarini boshlash istagida bo'lgan fuqarolarning istiqbolli loyihalari moliyalashtirilib kelinmoqda. Oilaviy tadbirkorlik dasturi doirasida o'z bizneslarini boshlash istagida bo'lgan tadbirkorlarga yillar davomida keng imtiyozlar yaratilib kelinmoqda. Jumladan, Oila kredit.uz platformasi joriy etilib, kredit ajratish jarayonlari to'liq raqamlashtirildi. Ortiqcha ovoragarchiliklarga, byurokratik to'siqlarga barham berildi. Kredit muddatlari loyiha istiqbolidan kelib chiqib 3 yildan 7 yilgacha, imtiyozli davrlar esa 6 oydan 36 oygacha bo'lgan muddatlarga uzaytirildi. Tadbirkorlik qilish istagidagi ayollarga alohida resurs mablag'lari yo'naltirilib, kredit muddatlari bo'yicha qo'shimcha imtiyozlar berildi. Bundan tashqari, Prezidentimizning tegishli qarorlari bilan o'z xonadonlarida paket usulida chorvachilik qilish, parranda va asalari boqish, tomorqada ekin ekish kabi tadbirkorlik yo'nalishlariga naqd pulda kredit ajratish joriy qilindi. Joriy yilning o'tgan 11 oyida Mikrokreditbank ATB Sirdaryo viloyati hududiy boshqarmasi tuman filiallari tomonidan oilaviy tadbirkorlik dasturlari doirasida tadbirkorlik qilish istagida bo'lgan 2600 nafar fuqarolarga 40,3 milliard so'm kredit mablag'lari ajratilib berilib, qariyb 2700 nafar yangi ish o'rinlari yaratildi. Ish o'rinlari yaratilishida ayollar tadbirkorligiga, yoshlar bandligini ta'minlanishiga alohida ahamiyat qaratildi. Ajratilgan kreditlarning asosiy qismi xonadonlarda tadbirkorlik qilish, chorva, parranda, asalari boqish, ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish hamda tomorqada ekin ekish, issiqxonada mahsulot yetishtirish hissalariga to'g'ri keladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 2 apreldagi oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlari doirasida aholining biznes tashabbuslarini moliyalashtirishni takomillashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi PP 149 sonli qarorida 2024 yilda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlari doirasidagi loyihalar avvalgi yillarda ajratilgan kreditlarning so'ndirilishi va qo'shimcha mablag'lar yo'naltirilishi hisobidan moliyalashtirilishi, dasturlar doirasida so'ndirilgan kreditlar hisobidan shakllangan resurslar birinchi navbatda mazkur hududdagi loyihalarni moliyalashtirishga yo'naltirilishi belgilab qo'yilganligidan kelib chiqib, joriy yilning o'tgan 10 oyi davomida 40,3 milliard so'm kredit mablag'lari ajratilgan bo'lsa, 50,8 milliard so'm kreditlarning so'ndirilishiga erishildi. Bu ajratilgan kreditlarga nisbatan 10,5 milliard so'mni tashkil etib, shakllangan resurslar birinchi navbatda mazkur hududdagi istiqbolli loyihalarni moliyalashtirishga, mahallalarda yangi ish o'rinlari yaratilishiga qaratiladi. Bundan tashqari, oilaviy tadbirkorlik dasturlari doirasidagi muammoli kreditlarning salmog'ini keskin kamaytirish bo'yicha ham o'tgan 11 oy davomida tizimli ravishda ishlar olib borildi. Xususan, bank bo'yicha jami muammoli kreditlar NPL salmog'i yil boshida 18,2 milliard so'mni tashkil etgan bo'lsa, 11 oylik yakuni bo'yicha 6,3 milliard so'm farq bilan 11,9 milliard so'mga kamaytirishga erishildi. Bu o'z navbatida viloyatimizda yangi tadbirkorlarning istiqbolli loyihalarini moliyalashtirishga imkon yaratadi. Biroq Guliston shahrining Bo'ston, Sayqal, Taraqqiyot mahallalarida hamda Sirdaryo tumanining Ishonch, Dehqonobod, Tadbirkor va Tinchlik mahallalarida muammoli kreditlar ulushi yuqoriligi saqlanib qolmoqda.
Xulosa sifatida ta'kidlash lozimki, Mikrokredit bank tomonidan yo'lga qo'yilgan mazkur ishlar kelgusida ham tizimli ravishda davom ettiriladi. 2026-yilda oilaviy tadbirkorlik dasturi doirasida viloyatimizdagi tadbirkorlik qilish istagidagi fuqarolarga 50,1 milliard so'm imtiyozli kreditlar ajratish reja qilib olinib, bu aholining faol iqtisodiy hayotga jalb etilishiga, daromad manbalarini kengaytirishga, bandligini ta'minlashga xizmat qiladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.